O'shadan beri test qilmagan ekanman. Bugun sizlar bilan qilib ko'ramiz. Sizda ham shunaqangi muammomi? Agarda qisman siz o'zingizni ko'rgan bo'lsangiz, bu video sizlar uchun. Assalomu alaykum barchaga. Men Sevinch Tolipova, SIT Content Creator hisoblanaman va SIT Mentor hisoblanaman. Bugun sizlar bilan SIT ning modullarini bilan tanishib chiqamiz, guys. So let's go. Unda bo'lmasam boshladik. Xo'p, sizlar bilan ya'ni SIT da, ya'ni Digital SIT bizlarda 8 oy topshirilgan. Va bizlarda ikkita fan bo'yicha, ya'ni ikkita skill bo'yicha topshirganmiz. Bu birinchisi bu bo'ladiki, bizlarda English va ikkinchisi bu math bo'ladi, guys. Endi mathda bilasizlar, to'g'ri ikkita bizlarda ikki xilga bo'linadi matematika o'zi. Bu birinchisi bu bizlarda algebra hisoblanadi, ikkinchisi esa geometriya hisoblanadi, xuddi maktab fandek. Xo'p, Englishda esa bizlarda reading va writing bo'ladi. Matematikada esa algebra bilan geometriya. Endi esa sizlar bilan birinchi ingliz tiliga kirib kelayotgan bo'lsak, xo'p, ingliz tilida bizlarda 200 dan to 800 gacha ball yig'ganmiz. Matematikada ham xuddi shunday. Agarda sizlar даже testni qilmasanglar ham sizlarga 200 ball qo'yib beradi. Jami bo'lib bizlarda, guys, okay. Xo'p. Jami bo'lib bizlarda 400 dan 1600 gacha test olishimiz kerak ekan, ya'ni ball olishimiz kerak ekan. Endi sizlar bilan hozir ingliz tili bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, ingliz tili qismida, faqat ingliz tilida emas, matematika qismida ham sizlar ikkita moduldan topshirasizlar, ya'ni modul bir va ikkinchisidan. Guys, okay, xo'p, ikkita modul dedik. Va bizlarda sizlar bilasizlar, matematikadan bizlarda 22 ta savol bo'lsa, ingliz tilidan esa 27 ta savol bo'ladi. Xo'p, ikkalasining ham vaqti har xil. Xo'p, guys, okay. Bizlarda bilasizlar 35 minut beriladi. Lekin ingliz tiliga kelayotgan bo'lsak 32 minut qo'yib beriladi. Xo'p, ko'p odamlar qiynalayotgan skill bu bilasizlar ingliz tili, shu uchun ham va ya'ni qaysi skill qiyin desanglar, reading qismi qiyin. Ya'ni ingliz tili bilasizlar aytdim. Reading bilan writing bo'linadi. Writing ko'pincha grammatika yodlanadigan, hech kimni qiynaltirmaydi, lekin reading bizlarda comprehension bo'lishi kerak. Shuning uchun ham reading qiyin hisoblanadi. Endi esa sizlar bilan ingliz tili haqida gaplashayotgan bo'lsak, aytdik, to'g'ri bu qiyin ekan. Endi ingliz tili bilan gaplashsak, qaranglar, ingliz tilida bizlarda aytdik 27 ta savol bo'ladi dedik. Va bizlarga 32 minut vaqt beriladi dedik. Endi nechtasi reading bilan nechtasi writing bo'ladi deb savol berayotgan bo'lsanglar, guys, okay. Qaraymiz. 1dan to 15 yoki 16-savolgacha bizlarda reading bo'ladi. Lekin 16dan to 32 debman, guys, sorry. Okay. Xo'p, to tak 27-savolgacha bizlarda writing bo'ladi. Reading bilan writing. agarda sizlar
to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, men yangi webinar ochmoqdaman va bu yerda sizlar writing, reading va math bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, linkini kommentariy qismida topishingiz mumkin. Thank you so much. Goodbye everyone. Take care guys. Bye. Take care.